Nexus 3 mana shunaqa sariq salonligidan keragida biranta topib bermaysanmi deganlarga aka sariq salondan ham bunaqa mokrinalardan ham taqdim etamiz. Albatta o'tkazmasdan ko'ring. Bitta like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Hurmatli vatandoshlar, bugun Xudo xolasa Namangan Norin mashina bozoridamiz. Haftaning kuniga payshanba 27-avgust boshiga qarang ekan. Nexus 3 eng birinchi chiqqan Xudo xolasa aka sariq salon, ya'ni bejiviy deydi-yu, avtomatidan boshlaymiz. Ya'ni 2016 kraskasi 30% atrofida bor. Dokumentga gen chiqadimi? 1 yilga chiqadi. 1 yilga dokumentga gen daverni chiqaveradi. 2016-yil 30% kraskasi bor. Yurgani 500 serios. Bor ekan-ku, ha? Avtomobilda pokoleniya metan, ABS konditsioner, motor ходовойchi aka. Motor ходовойлар zo'r. Narxini ham cho'tki qilib berarsiz axir. Mana aka 5700 dollar. Hop, kami Bor. 5700 dollar kam bor. 2016 eng birinchi chiqqan sariq salon avtomat Nexus 3lardan dokumentga 1 yilga generalniy berilaveradi. Avtomat Cobalt diskga balonlarga qo'yilgan ekan. Va mana salonni ham ko'ring. Haligi studentlarga Spark'a beraman deyotganlarimizga men tayyor Nexus 3 hurmatli vatandoshlar, asosiysi avtomat. Endi avtomat hozirgi kunga aka ancha yaxshi. Yaxshi chexol, yangi va mana tarpetkalarning holati. Tamommas. Va mana ortadan ko'rinishi. Hop. Ana endi aka narxini 5700 dan kamini qilib berasiz. Hop, 2016 avtomat. Telefon nomer 97lik 154 27 77 raqamiga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotni o'zini oling. Faqat naqdmi, Spark'ga barter bormi? Spark'ga barter, Nexus 3 mexanikasiga ham barter bor. Xo'p akalar, murojaat qiling, omadli xariddan desangiz bo'ldi. Xo'p, yo'q ukam desangiz, mana yonida akamizni o'zida bu ham bitta odamdan 2018 yevro avtomat bor deyap. Buni kraskasi qanaqa? Orqa eshik kriloda bor, bo'ldi. Orqa shopir tomon orqa eshik, o'ng tomon orqa eshik o'zida. Orqa eshik kriloda o'zida. Bo'ldi, boshqa joyda yo'q. Xo'p, va mana aka avtomobilning motorini holati. 2018 yevro avtomat, 4-pokoleniya metan, ABS konditsioner, motor ходовойchi. Motor ходовойлар zo'r. Yurgani qancha? Mana aka 296 ming probeg, 2018. Mana shu shopir tomon orqa eshik va orqa kriloda. Qolgan joyi toza deyap. Zavodskiy diskada 4 ta yumshoq balon, archa balon va aka mana salonni ham ko'rishingiz mumkin. Hop, tarpetkalarning holati, yevroligini isboti. Hop, mana qanaqa olib mana aka. Hoppa. Signallarimiz Leonin bo'lmagan, lekin aka nima tashalibdi? Evakorpolik, mes deflektor qilingan. Va ortidan ko'rinishi. 2018 yevro avtomat. Chexol shungami? Bo'ldi. Temir metani bor. Chexol shunga ekan. Xo'ba, zapaskasi ham bor. Bo'ldi. Buni nech pul deyapsiz aka? Buni ham yopishtirib aytavering o'zingizdan akani. 6000 o'tib beraman barakasiga. 6500 dollarga barakasiga o'tib beriladi. 290 ming yurgan, 2018 2 yevro avtomat, masha krilo, masha aka arqa eshikda kraska bor, qolgan joyi toza. Faqat naqd pulmi aka? Faqat naqd. Naqdga. Xizmati bor. Naqd barter xizmatlari bor. Xo'p, telefon nomer 97lik 154 27 77 raqamiga murojaat qiling, qolgan ma'lumotni o'zdan. Aka bu bozor. So'rab olaverasiz xudo xolasa. Bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Yo'q ukam, boshqa rangidan kerak bizga desangiz, qarang aka, navbatdagi Nexus 3 avtomobilimiz bu mexanikami? Mokri JK2 rangda. Ikkinchi paytda mexanika. Yili 2019 bo'ldi aka. Mana aka. 2019. Hop, kraskasi kapot bilan krilosi bor, 89 ming yurgan. 2019 89 ming yurgan. Mana shu oldi kapot bilan, o'ng tomon oldi kriloda kraska bor. Qolgan joyi toza. Xo'p, avtomobilda 4-pokoleniya metan, ABS konditsioner, motor ходовойchi. Zo'r. Motor ходовойлар zo'r. Konditsioner, 4 ta eshik shumka. Dokument Faqat aferib. sraz o'tkazib olish kerak. Bo'ldi aka. 4 ta yumshoq baloni bor aka.
4 eshigi shumka aka. Hop, 89 ming dedingizmi? 89 ming yurgan 2019 Mokri JK2 rangda akalar. Mana kamroq yurgan mexanika. Tevada video registrator, sentr zamon pult qilingan, evakor polik tashalibdi mashinaga. Hop, motor hadolarida ishi yo'q deyapti. Pakaleniya metan 4 yumshoq baloni bor. Mana aka, mashina yaxshi lekin. Mana aka temir metan. Mana aka zapaskasi, qozonni holati. Xo'p, boy aka buni nech pul deyapsiz? Buni 6300 ga tushib beramiz, kami bormi? 6300 dollardan kamini qilib beramiz deyapti. 89 ming yurgan 2019 oldi kapot va o'ng tomon oldi kriloda kraska bor, qolgan joyi toza va oformleniyaga. Telefon nomer 97lik 154 27 77 raqamiga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zingizdan olasiz. Eng qiziq akamizda qarang, 16 18 19 qilib terib qo'yibdi. Narx-navosi aka menimcha tuzuk. Jab nima qilib yormayapti. Sotaman ukam, kelishtirib beraman dedi. Ana o'zi so'rab oling, bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi aka endi Nexus 3 ni ko'ring. 2021-yilda ishlab chiqarilgan ukam. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza deyapti. Hop, 4 yumshoq balonga dur qo'yilgan avtomobilda aka. 4-pokoleniya propan, yangi akkumulyator. Bu tomonda ABS konditsionerlari bor, motor hadovoy. Motor hadovoy zo'r. Yurgani qancha? 58 ming probeg, 2021, kraskasi toza. 4 ta charmxo yumshoq balon. Va aka mana salonning ham holatini ko'rishingiz mumkin. Mana aka. Monitor qo'yilgan, sentr zamoy qilinibdi. Undan tashqari sidinada yangi chexol ukam kardinardan o'zimiz qo'ydik deyshap. Va mana aka ortidan ham ko'rinishi. 2021 kraskasi toza, zapaskalar ishlanmagan va aka mana trapani, qozonni holati. Ana endi aka buni narxi qiziq. Narxini nech pul so'rayapsiz? 7800 dollardan o'tib beramiz. 7800 dollardan kamini qilib beriladi. 2021 toza yurgani 58 ming yurgan, 4 ta yumshoq bilan propallari bor. Gen daverni chiqaveradi. Faqat naqdmi? Naqd puliga telefon nomeri 94lik 506 26 raqamiga murojaat qiling va qolgan batafsil aniq ma'lumotni o'zingizdan oling. Omadli xariddan deyish esdan chiqmasin, biz davom etaveramiz. Bor, gap so'z yo'q. Xo'p, davom etaveramiz. Ana endi 2017 Yevro mexanika. Kraskasi kapot, oldi kapotdan oldi kapotni uchida bir qarich petnosi bor, qolgan joyi toza. 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilda qarang aka, 4-pokoleniya metan, ABS konditsioner, motor hadovoy zo'r. Yurgani qancha? 125 ming probeg. 4 ta yangi balon qo'yilibdi. Hop, 2017-yil. 4 ta eshigi shumka. Va aka mana salonning holatini ko'ring. Afshifkalari va tarpetkalarning aka sostenasi. 2017 monitori bor, Yevroga chiqqan mexanika, yangi chexollari bor, evakor polika deb tashalgan. Xo'p, yurgani 125 ming probegda. Oldi kapotni uchida aka, bir qarich petnocha bor ekan, qolgan joylari toza ekan. Hop, temir metan va aka mana qozonni holati. Yaxshi. Bo'l Vektoring aka. Hop. Narxini nech pul so'rayapsiz aka? Narxi 6,5. 6500 dollar ozroq kami bor. 2017-yil gen daverni chiqadi. 4 ta eshigi shumka, 4 ta yangi balon, chexol poli, pokoleniya metan. Faqat naqdmi? Naqdga telefon nomeri 94lik 506 26 raqamiga murojaat qiling va qolgan ma'lumotni akamiz o'zdan olamizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Ukam Nexia 3 shu yili yangirog'idan ko'rsatgan deganlarga navbatdagi Nexia 3 2022-yil kraskalari toza ukam deyishyapti. 4 ta yumshoq aka balonlarga qo'yilgan, holatlari ham tiniq. Xo'p, avtomobil qarang aka. Yon oynalar sonsa zashta bo'lgan.
2022 84 ming probeg, kraskasi toza. Ammo mashinaning ichki salonlari ham aka tiniq holat turibdi. Mejigar pultlari bor. Hop, sidinalarni mana holatini ko'rishingiz mumkin. Ilonim bo'lmagan unaqa aka rezinka tashalibdi. Aka gazi bormi? Bor, to'g'ri gazi. Ha, bor, shukr. Mana aka metan gazlari bor. 4-pokoleniya. Va aka mana zapaskasi hatto atverkalari bilan turibdi. Qozonni holati. Dokumentga keyin chiqami aka, chiqmaydimi? Sразу o'tkazib oladi. 2022 kraskasi toza, 4-paysa avtomat, pokoleniya metan, 4 ta yangi baloni bor. 84 ming yurgan, lekin nomingizga o'tkazib olish sharti bilan narxini necha pul so'rayapsiz? Hop, 8500 dollar. O'tib berasizmi, oxirimi? Oxir xajam. 8500 dollarga oxirgi narxi menimcha 2022 ga to'g'risi yaxshi narx aytdi. Endi ag'in o'zlaringiz so'rab olaverasizlar. Faqat naqdmi? Naqdga. Telefon nomer. Telefon 90 552 66 86 raqamiga aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotni o'zida oling. Yaxshi aka, mana 8500 dollarga 84 ming yurgan toza 2022 ayb o'tkazib olishga. Qolgan ma'lumotni o'zida olasiz, biz davom etaveramiz. Ha, nima bor? Bitta kalenkada petno. Bitta kalenkada petno 19 155 ming yurgan. 19 155 ming yurgan, qolgan joyi toza. Top-toza. Dokument qanaqa bo'ladi aka? Imkon qadar oformleniyaga. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Navbatdagi mana Nexus ko'ryapsizlar. Hop, xudo xolasa mexanikasidan so'raganlarga ABS konditsioner, metan gaz bor. Bo'ldi, yaqinda qo'ygan. Gaz qo'yilganiga, metan gaz qo'yilganiga choy bo'libdi. Motor hadovoy. Motor hadovoylar zo'r. Xo'p, avtomobilda 4 ta yumshoq balon, holatlari yaxshi holatda. Bundan tashqari mana aka, salonni ham ko'rishingiz mumkin. Salon tarpetkalarning holati, video registratorimiz bor, Mejigar pult bor, evakor polik bor avtomobilda. 905 pultlari ham bor. Bo'ldi aka. Va mana ortidan ko'rinishi. Hop. Mana aka metan gazi. Va mana aka qozonni holati. Qarang aka, mana shu yerda. Bor ekan, qolgan joyi toza. Aka, bu sotilibdi bu. Yo'q. 2019 yurgani 155 ming yurgan, mana shu ta'mir etgan joyingiz. Boshqa joyi toza. Xo'p. Narxini necha pul so'rayapsiz? 6,5 sunnatiga o'tib beradi. 6500 dollar sunnatiga o'tib beriladi. Mana akalar, sizlarga Nexus avtomobilimiz. 19 ekan. Telefon nomer 77lik 272 63. bo'ldi aka, rahmat. 63. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling va albatta bizga like bosib qo'ying.